Assalomu alaykum. YouTube kanalimizda biz kuzatib turgan zarmachilar, xudo xolasa kommentariyalarda juda ko'p savol bo'lyapti. Hop, pichoqlaring yoki vodka qatirilar ekan, bu bo'shab ketmaydimi degan. Xudo xolasa Rabil kanalimiz 4 kilo 3 biz xizmatkalik, xizmatkalik bo'ladi. Qolaversa keyin pichoqlarni yoki vodka qatirilgandan keyin balansировкалар chiqqandan keyin xuddi shunday qilib perxovatga qilib sorga qilinadi. Yoki bo'ldi bo'shab ketmasligi uchun. Rabil kanalimiz doimgidek qalin stenkalik turbaga bo'ladi. Agar mabodoga pichoqlari singan taqdirda ham devorlarni yorib chiqib ketmasligi uchun 7-8 stenkalik turba bo'ladi. Hamma Rabil kanalimiz xuddi mana shunaqangi. Hop, bularimiz ochilib yopishlari kurchokli bo'lyapti. Hozirgi kunda keyin katta g'ildiraklik bo'ladi. Tok ko'rsatib turadi, avtomatdan zashitasi bo'ladi. Qolaversa motorimiz o'zida ham bir xilda tok ko'rsatib turganlari bo'ladi. Kimga mana shunaqangi hop universal Rabil kanalimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsalar, xudo xolasa bugun kechga dastavkalarimiz boshlanadi. Bular hammasi tepasi to'rt burchaklik varianti. Hop, bu yoqda tepasi dumaloqlik. Kimgadir pushkali kerak bo'lsa, pushkaligida Rabil kanalimiz ham bor. Dastavkalarimiz O'zbekiston bilan bepul, bemalol aloqa qilsalar ham bo'ladi. Yetkazdirib beramiz, xudo xolasa. Kimda shunaqangi yana savol va takliflar bo'lsa, bemalol aloqa qilsalar yoki kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Xo'p, Rabil kanalimiz xuddi mana shunaqangi 20 talik, 24 talik tishli bo'ladi. Kimga Rabil kanalimiz qiziq bo'lsa, bemalol aloqa qilsalar ham bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Bugun 2026-yil 23-iyul hafta kuniga dushanba bo'ladi. Xudo xolasa dastavkalardan ham video qilishga harakat qilamiz.